Ma 1 milyon fut deyim o. Ya adaş, ma bir program var ki degine. Manında adaş, ma bir peyden cevap verip mağın dikense qara. Toğır cevap verip en ahırda ufsan 1 milyon fut dikense. Muştan ben berip qatış bakayım kileyim ya hazırla. 1 milyon depse senin kallangda da şu tutup alsam, koyu alsam, beğenmesem, iyi alsam, açtan ötsen kesinin gününe. Singen bu mağın yep cim nefsanlayıp yaşar ya da. Sen üyeler berip onda pul bulamayız. Onda olsa adaş, ben üyege bağmay buldu. Özümüzle işte programından birini kalaylı. Acıya beni azırak xoru gösep kaptı ki hemen aşınımda azırak çıkırıp meblağ salay. Kanda? Qısaq mı, qıllı bu işini. Hem de şu bu programı adamlar kip qatnışa mı? Qatnışa mı demse, qara men hazır panıçarıq yollaya. Qancılık adam kip qatnışıydı ki. Mana yollavettim. Mana ben nime dedi ya? Ayrıla gelişki başıldı. Ben acayip işkili. Öyle kıyamış ama. Delmiş ya. Kire mayır. Ama ne bir mayır kep buldu. Ben nime dedim? Doktor aşkına açın. Ya suallarga javob berib pul topay degan, men pek ciddi pul lazım deb kaç so'radim. Ben nerede aldıraysa ayıpa. Aldırmay bağımın kılıp bunda kıldığın iş bu. Bana kıran işi kırıp bağımın kılsa var. Tok kalemni bir litasi qiyib ketamish. Savollarga javob berib biyib ketamish. Qatnashima. Ya sen kitipsen go kire. Akıllı adam çıkkan cuma da valla kılıp çıkıp sizlep oturup oldu icrayılık kalıp. Ben nime dedim ada sana? Kilodu, yani kilodu cuma tekin. Ara ne? Bizmi? Sanjog'imi? O'ta. Yaxshimisilar do'stlar, yaxshi o'zinglarmi? Men do'stlar Qarko'z bo'lman. Bizningki Menday programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Bizning bu programmamizni E'tibor so'z shaharchisi alayda qo'llagan hamda E'tibor so'z shaharchisining yangi turi bo'lgan E'tibor turmush subsida undidor savdogarlari hamda amaliy do'konchilar o'zining do'konini ocha oladi hamda 3 milliondan ortiq xalqqa o'zini yaxshi tashviq qila oladi. Xaridorlar iste'molining 20% gacha bo'lgan qizil bo'laqqa erisha oladi. Qani unda bo'lsa biz hozir o'zimizningki 4 grupa mahirimiz bilan ko'rishib chiqaylik. Men Abdu balla qirg'avul deb chaqirdi. Chunki men xalqa vaqt xalqaga uchib bormay qaytdim. Men Shirzod shundan ilg'orlashtirishni qo'rg'isi bo'lman. Maqsad ishkirdan ikkinchi qo'l yangi tiflarni pifa taqtma. Dehshat azana ehtiyoj bo'lsa qolsa men qo'shib olsanglar bo'ladi. Adaş. Sen telefoncuda kılamışsın? Men telefonda qilma. Adaş man Uisk Max Pro'nun ki birisi lazım diye bağma sende. Bağdaş qancha pul atribut bo'lsa sizlar? 300 koyla etrafı boz buludu adaş. Anda o pulga tapqili bo'ladi, biroq shu 4-5 yil saqlab qolsalar adaş. Va ya mana hazırdan o'zi kerak. Unda shu o'g'lab bersam bo'ldi adaş. Yaxshimisilar do'stlar, mening ismim Sardar. Bugungi savollar menda aylansin. Bugungi utuqmi mening, saknim mening, pulmi mening. Yaxshimisilar do'stlar, mening ismim Aziz. Mening ismim Azam. Bugun ikkimiz ma vaqtlarni hamsi chaqlaymiz. Yaxshimisilar do'stlar, yaxshi o'zinglarmi? Bizning mahirlarimiz o'tirib tayyor bo'ldi. Biz unda bo'lsa birinchi savolimizni boshlaylik. Bizning birinchi savolimiz dunyoda insonlar uchun eng muhim narsa nima? Buningga 4 mahirimiz hamma javob berdi. Kimning bergan javob eng to'g'ri bo'lsa, shu 1 nomerga erishadi. Qani mahirlar marhamat. Shanfanjon. Telefon. Pul. Tan salomatlik. Do'stlar, mana birinchi savolning javobini tugidi. Bu savolda chempion bo'lganlar mencha bo'lsa shakichiklar Azim bilan Aziz, chunki ular tan salomatlik deb javob berdi. Haqiqatan dunyoda insonga eng muhim bo'lgan narsa tan salomatlik. Birinchi maydonda Azim bilan Azizga 1 nomer qaytildi. Qani ikkinchi savolimiz hamda hozir bularga sunamiz. Ikkinchi savolimiz: dunyoda qanday inson g'amsiz bo'ladi? Qani mayillar. G'imi yo'q odam g'amsiz ummamda.
Göreyim o sen. Telefon badem. Remi yok madem bulam da arkamda adamın kıyım var. Apsı ba, dadısı ba. Adamlar hemsiz buldu. Bizga o'xshash. Mana bizning ikkinchi savolimizni tugidi javoblarni oldik. Bizning bu ikkinchi savolimizga to'g'ri javob berganlar yandilam shu bizning shogirdlar azim bilan aziz bo'ldi. Ularning bergan javobi ota-onasi bor insonlar g'amsiz yashaydi dedi. Bu savol menimcha bo'lsa intayin to'g'ri, chunki ota-onasi bor insonlar, ota-onasi yo'q insonlar qaragan chog'da haqiqatan ko'pincha vaqtlarda g'amsiz bo'ladi. Chunki ota-ona degan bu ikki ulug' tog' farzandga nurg'un vaqtlarda g'amlardan xoli qila oladi. Endi bizningki 3-savolimiz kelaydi. 3-savolimiz hozir qizchaqlar qandoq yigitlarga amroq keladi? Qani mahirlar. Hozir qizlar qanday bolalarga amroq deganda puling yanchiq to'lish kerak. Kostyuming duxa bo'lish kerak. Qaytdi. Bizga o'xshash chiroy sabiy, biz tabiiy balagamroq. Hozir qizlar qanday bolaga amroq desang, yuzingning formi yaxshi bo'lishi kerak. Bo'yning menga o'xshash 1.90 bo'lishi kerak. Qolgan gapni sishing choplaydi. Hozirdagi qizchaqlar bizga umoq bolalarni yaxshi ko'rdi. 3-savolga yanılan bizning shogirdlarimiz to'g'ri javob berdi. Demisam hozir qizchaqlar kichikmishda omoq bolalar amroq. Bizning cho'nglarimiz qat'iy umid qilmoqda bular bosh ketib qolibdi bular. Qani degan bizning bu programmamizni birinchilikni olganlar yanılan shu azim bilan aziz shogird. Qani bularni tabriklaylik. Ya adaş, ma bizning chempion bo'lgan shogirdlarning ma bizga ip kelgan bir san'at numeri bor ekan. Sence qanday bo'lar o'rindab bersa? Çatak yok, o'rindab bersa, xalq yaxshi ko'radi. Do'stlar, bu ikki shogirdlik bo'lsa, kichigidan shu ishkirda tug'ilib, maktabda o'qib, cho'ng bo'lgan, hozir 4-sinf o'qiyotgan ikki shogirdlik bo'ldi. Bular bizning shu taraflarga ancha bek chiqib berib ketmagan. Ularning gap qilishlari intayin tabiiy, intayin omoq chiqadi. Bular degan bizga bir o'zlari bir ssenariy necha vaqtni bir ishkayni tayyorlab qilib yodlab qilgan bir numeri borki, ashuni bir o'rinda bermoqchiki, yoqtirib ko'rishinglarni qizg'in umid qilaman. Haqlar bizni Gonjo tug'ilib, Gonjo cho'ng bo'lgan bolalar Uyg'urcha gap qilolmaydi dediki, biz bu qarkusning fuqsi bo'lgandan-ki biz bu bitta zo'pin ishlab olmamdik. Bu ufka, emsa biz insonlar bilan boshlanib o'tirdiki majrani sir aqliq deb birayli. Allah baxsin, sen boshlanib ol ve insanların alay. Ha buldu aka. Usal paşa uzen kiçik hem bek tola. Şunç şahsan çayaladın açalmaysan. Nefsin yaman kanı şırap iş doymgaş. Zedizba bir şapaktan kaçalmaysan. Yakın badek ademlerin tellerde. Uyalmazsın nesne sancıp kaçtıysan. Çaka yeni iştipse vürek. Kaçıp gidip uzakça kaçlıtsan. İnsanlar usal deyse bizlerini. Arancı bir şırap koysam kınanni. Şaplak bilen almak buldum cinemni. Uzağını uraldım çanlara. Sen getirip inip kasam cinemni. Hey insanlar, hemmimizge sürücü can gerek. Bu da sizler güç görmek buğanda. Bizlerge şunda da tıkan gerek. Kınan şurap yapıp kesip armıyor. Kahırmanı bağlı deme özemni. Çünkü konuğum bende giyeceğinlip kahari edepteydi özemni. Sap tumurgan nesne sancıp tekrar kanı bozup soruna da gıybetlerini başlatırsan. Adı bala erayalini birbirine dadlatırsan. Dostni düşman tukalarını birbirine yadlatırsan. İnsan bulup yaşap bu birbirini kudurenmeye atık koyma pajıga. Balı bulup adamla takılını yediremeye atık koyma pajıga. Aya bulup yaşap mı birbirini kuydurenmeye atık koyma pajıga. Gaybe kulluk sıktınken insanlar atık koyma pajıga. Gaybe kulluk numustu şu sebepte tızsızlık mı yaşkandır pajıga. Hey na insan küçük etten kılamdın. Endi bilip kimden mu çakası. Kunda müsaademle cinini kana bakası. Çakan çidimesen dimlet yatası. Kalaymıgan gaybe kılmay ağzını mükim yapası. Gaybe konni tutmay yolunu doğru tapası.